Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Sizlar bilan Islom Shahboz. Bugun Axborotnoma 96/2007 kitobining ikkinchi mavzusi bo'linish belgilarini misollarini ishlashni boshlaymiz. Bo'linish belgilari bir nechta sonlar uchun mavjud. Hozir sizlarga bir nechtasini ko'rsatib beraman, qolganlarini esa misollar yechish davomida o'rganib ketamiz. Masalan, 2 ga bo'linish belgisi berilgan sonning oxirgi raqami juft raqami bilan tugasa, bu son 2 ga qoliqsiz bo'linadi. 2 ga 3 ga bular oson, qoidalarini ko'pchilik tushunadi. Lekin kelinglar sizlar bilan 7 ga bo'linish belgisi haqida gaplashaylik. 7 ga bo'linish uchun biron bir son deylik. Masalan, 2492. Shu son 7 ga qoliqsiz bo'linadimi, bo'linmaydimi? Buni qanday tekshirsak bo'ladi? Oxirgi raqamini olamiz. Uni ikkilantiramiz. Ikkilantirsak, ya'ni ikkilantirish deganda 2 ga ko'paytirish nazarda tushuniladi. 2 kere 2 4. Qolgan sondan ayirib tashlaymiz. Ya'ni 244 dan shu sonni ayirib tashlaymiz. Ayirib tashlaydigan bo'lsak, 245 hosil bo'ladi. 245 ni ham bilmaymiz, 7 ga bo'linadimi, bo'linmaydimi. Buning uchun nima qilamiz? Yana shu ishimizni davom ettiramiz. Oxir raqamni olamiz, ikkilantiramiz va qolgan sondan ayirib tashlaymiz. Ayirib tashlasak 14. 14 7 ga bo'linishini bilamiz. Xo'p, bo'linish o'z belgilarini yaxshi ishlashimiz uchun Pifagor jadvalini, ya'ni shu kara jadvalini mukammal bilishimiz kerak. Xo'p, demak 2492 haqiqatdan ham 7 ga bo'linadimi yo'qmi? Burchak usulida tekshiramiz. 24 ichida 3 tadan bor. Bu degani, demak 21 ayiradigan bo'lsak 3, 9 ni tushiramiz, 4 tadan beramiz. 5 tadan beramiz. Demak 35, 4 qoldi, 42, bu degani 6. 6 keryapti, 42. Demak 2492 7 ga qoliqsiz bo'linadigan. Ko'ryapsizlarki, uni burchak usulida bo'lmasdan turib, yuqoridagi usul orqali ham topsak ham bo'ladi. Qolgan belgilarni misollar davomida ishlab tushuntirib o'tib ketaman. Misollarni ishlashni boshlasak. Birinchi misol. 17,827,516 soni quyidagi sonlardan qaysilariga qoliqsiz bo'linadi deyapti. Xo'p. 3 ga bo'linish qoidasi, raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linsa, berilgan son shu 3 ga qoliqsiz bo'linadi. Demak, 1 ga 7 ni qo'shadigan bo'lsak 8, 8 ga 8 16, 2 ni qo'shsak 18, 7 ni qo'shsak 25, 5 ni qo'shsak 30, 31 va 37 bo'ldi. Demak, shu sonning raqamlar yig'indisi 37 ga teng ekan. 37 esa 3 ga bo'linmaydi. Shuning uchun demak berilgan son 3 ga bo'linmas ekan. 10 ga bo'linish qoidasi, oxirgi raqam 0 bo'lsa, shu son 10 ga qoliqsiz bo'linadi. 4 ga bo'linish qoidasi, oxirgi ikkita raqamidan tashkil topgan son yo 0 bo'lsa yoki 4 ga bo'linadigan son bo'lsa, berilgan son 4 ga qoliqsiz bo'linadi. Xo'p, demak 4 ga bo'linadigan bu sonimiz, chunki 16 4 ga bo'linadi. Demak, berilgan sonimiz, ya'ni 17,827,516 soni ham 4 ga bo'linadi. 5 ga bo'linish qoidasi, oxiri 0 yoki 5 bilan tugasa, 5 ga bo'linadi. 9 ga bo'linish qoidasi esa raqamlar yig'indisi, xuddi 3 kabi. 3 ta hisoblaganimiz 37 chiqdi. 37 9 ga bo'linmaydi. Demak, bu sonimiz ham 9 ga bo'linmaydi. Endi kelinglar, buni testda qanday ishlaymiz? Test kelganda bilamiz, tezroq ishlashimiz kerak. Har birini tekshirib o'tirish shart emas. Masalan, 10 bilan 5. 10 bilan 5 bilamizki, oxirgi raqami. Oxirgi raqami 0 emas, demak 10 ga bo'linmaydi. 5 ham emas, demak 5 ga ham bo'linmaydi. 3 bilan 9 raqamlar yig'indisini hisoblab chiqishim kerak. Buni hisoblashim uchun ozgina vaqt ketadi. Undan ko'ra 4 tekshirib ko'raman. 4 tekshiradigan bo'lsak, oxirgi ikkita raqam 16 ekan, 4 ga bo'linadi. Ya'ni 4 dan to'g'ri, demak C javob bo'ladi ekan. Keyingisi, demak, n raqamining qanday qiymatlarida 6134 n soni 3 ga qoliqsiz bo'linadi deyapti. Demak, 3 ga bo'linish qoidasi, yuqorida aytib o'tganimizdek, raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linishi kerak ekan. Raqamlar yig'indisini hisoblab chiqaman. Demak, 6 plus 1 plus 3 plus 4 plus n bo'ldi. Hisoblaydigan bo'lsak, 7, 10, 14. 14 plus n bo'ldi. Endi 14 ga nechani qo'ysam, bu yerda e'tibor berishimiz kerak, n raqam sifatida olamiz, son emas. Endi demak, o'rniga raqamlarni yozib chiqaman. 14 ga 1 ni qo'shsam
va 14 ga 4 ni qo'shsam, 7 ni qo'shsam, demak berilgan sonim 3 ga qoldiqsiz bo'linadi ekan. Bizdan so'rayotgan n raqamining qanday qiymatlari degan, demak javobimiz 1, 4, 7 degan javob bo'ladi ekan. Xo'p, 3-misolda 41.582.637 quyidagi sonlardan qaysi biriga qoldiqsiz bo'linadi deyapti. Xo'p, sizlar bilan 4 ga, 9 ga, 5 ga, 10 ga bo'linishni o'rgandik, faqat 6 qoldi. 6 ga bo'linish qoidasi ham 2 ga, ham 3 ga bir vaqtning o'zida bo'linishi kerak. Xo'p. Demak, har birini tekshirib o'tirmayman, boya test qanday ishlasak, tezlikka ishlab ketamiz. Demak, 4 ga bo'linish qoidasi oxiri, demak, ikkita raqamdan tashkil topgan sonimiz 4 ga bo'linishi kerak. Ya'ni 37 4 ga bo'linmaydi. Bu degani berilgan son ham 4 ga bo'linmaydi. 9 ni tekshirmayman hozircha. 5 ni tekshiraman. 7 bo'lgani uchun 5 ga ham bo'linmaydi. Demak, 10 ga ham bo'linmaydi. variant tekshiraman. 6. 6 ham 2 ga ham 3 ga bo'linishi kerak ekan. Demak, 2 ga bo'linmagandan keyin bu sonimiz ham 6 ga bo'linmaydi. To'g'ridan to'g'ri B javob bo'lyapti. Endi tekshirib chiqadigan bo'lsak, 4 ga 1 ni qo'shadigan bo'lsak 5, 5 ga 5 10, 8 ni qo'shsak 18, 2 ni qo'shsak 20, 6 ni qo'shsak 26, 3 ni qo'shsak 29, 7 ni qo'shsak 36. Demak, 36 9 ga bo'linadi. Demak, bu variantimiz to'g'ri ekan. B variantimiz to'g'ri hisoblanadi ekan. 4-savolimizda n raqamining qanday qiymatida 7851 n soni 9 ga qoldiqsiz bo'linadi deyapti. Bu misolimiz ikkinchi misol bilan bir xil ekan. Faqat endi 9 ga bo'linishi. 9 ga bo'linish qoidasi raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linsa, berilgan son 9 ga qoldiqsiz bo'linadi. Demak, raqamlar yig'indisini hisoblab chiqadigan bo'lsak, 7, 8, 5, 1 va n ekan. Hisoblaydigan bo'lsak, 15, 20, 21. 21 plus n. N bu yerda raqam. Demak, 21 ga qanday raqamni qo'shsak 9 ga bo'linadi. Biz bilamizki, 27 9 ga bo'linadi. O'shaning uchun ham n teng 6 bo'ladi ekan. Keyingi misolimizda 5-misolimizda xo'p, x raqamining qanday eng kichik qiymatida 147 plus 3x2 son 3 ga qoldiqsiz bo'linadi deyapti. Xo'p, biz 3 ga bo'linish qoidasini bilamiz. Raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linsa, berilgan son ham 3 ga bo'linadi. Hozir bu misolda demak, qoldiqli bo'lishda o'z formulasi bor. O'sha orqali ishlasak ham bo'ladi. Unaqa misollar keyin o'rganamiz. Hozircha qaysi yo'ldan foydalanamiz. Demak, har birini raqamlar yig'indisini hisoblab chiqaman. Ya'ni 1 plus 4 plus 7 plus 3 plus x plus 2. Hisoblaydigan bo'lsak, demak 1 4 5, 7 ni qo'shadigan bo'lsak 12, 3 ni qo'shadigan bo'lsak 15, 2 ni qo'shadigan bo'lsak 17. 17 plus x bo'lyapti. Bizga aytayaptiki, x raqamining eng kichik qiymatida deyapti. Eng kichik qiymat. Demak, 17 ga 1 ni qo'shsam 18 bo'ladi va 18 3 ga qoldiqsiz bo'linadi. Demak, x teng 1 da bo'ladi ekan. Qolganlarni ham kelinglar topib qo'yamiz. Keyin 4 ni qo'ysam 21 bo'ladi. 21 ham 3 ga bo'linadi. Undan keyin 7 bo'ladi. Ya'ni 24 ham 3 ga bo'linadi. Undan keyingi sonlarni ola olmayman, chunki x'im bu yerda raqam sifatida kelyapti. Yana davom ettirib ketib qolmaylar. 11, 14 qilib. Xo'p. Demak, 3 ta qiymati bor ekan, eng kichik qiymati degan uchun 1 degan javobni olamiz ekan. Keyingisi 6-savolda aytayaptiki, 6-savolda berilgan P, Q va R sonlardan qaysilari 8 ga qoldiqsiz bo'linadi? 8 ga bo'linish qoidasi berilgan sonning, demak, oxirgi 3 ta raqamidan tashkil topgan son yo 0 bo'lishi kerak yoki 8 ga bo'linadigan son bo'lishi kerak ekan. Xo'p. Birinchisi P da oxirgi 3 ta raqamdan tashkil topgan sonimiz 144 ekan. 144 ni 8 ga bo'lsak, demak, bo'linadi, ya'ni 18 chiqadi. Demak, P bizga to'g'ri keladi ekan. Keyingisi 256 bo'ladi. Demak, bu variantida 256 ni 8 ga bo'linadi. Demak, bu variantimiz ham to'g'ri keladi ekan. 644. 644 ni 8 ga bo'ladigan bo'lsam, demak, qoldiq hosil bo'ladi va bu xato bo'lib qoladi ekan. Demak, P va Q sonlarimiz 8 ga qoldiqsiz bo'linadi ekan.
Yettinchi savolimiz 5-savol bilan o'xshash. Demak, raqamlar yig'indisini hisoblab chiqamiz. Demak, 1 plus 4 plus 7 plus 3 plus x plus 2. Demak, hisoblasak 17 plus x bo'lar ekan. Demak, endi bizga aytayaptiki, boya x ni topgandik. Bizda 1, 4, 7 chiqqandi. Shundan endi eng kattasini so'rayapti ekan. Eng katta qiymati demak 7 bo'lar ekan. Bunda esa 1 chiqqan edi. Xo'p, 8-savolimizda agar a to'q son bo'lsa, quyidagi sonlardan qaysi biri albatta to'q son bo'ladi deyapti. Demak, A variantimizda a kvadrat plus 27. Bunaqa misollar ishlatganimizda yo raqam sonlar bilan ishlaymiz yoki o'zimiz fikrlab topamiz. Ya'ni fikrlab topishda qanday? To'q songa to'q sonni qo'ysak, juft son hosil bo'ladi. To'q songa juft sonni qo'shadigan bo'lsak, to'q son hosil bo'ladi. Juft songa to'q sonni qo'shsak, to'q son hosil bo'ladi. Juft songa juft sonni qo'shsak, juft son hosil bo'ladi. Demak, A variantimizda berayotgan misolimizda keyingi narsa to'q sonning har qanday darajasi to'q son, juft sonning har qanday darajasi juft son hosil bo'ladi. Demak, to'q sonni ikkinchi darajasi, ya'ni kvadrat bizda har doim to'q son bo'lar ekan. To'q songa to'q sonni qo'ysak, juft son hosil bo'lar ekan. Bizdan to'q son so'ragan, demak A variantimiz xato bo'lar ekan. Keyingisi to'q songa to'q sonni qo'shadigan bo'lsak, juft son hosil bo'ladi. Juft sonni to'q songa ko'paytirsam, har doim juft son hosil bo'ladi. Demak, to'q songa ko'paytirsak to'q son juft songa ko'paytirsak juft son to'q songa ko'paytirsak, demak, juft son hosil bo'ladi ekan. Juft songa ko'paytirsak, juft son hosil bo'ladi. Hozir demak, to'q songa to'q son qo'shib bizda juft son hosil bo'ldi, juft sonni to'q songa ko'paytiryapmiz, bizda juft son hosil bo'ldi. Demak, bu variantimiz ham xato bo'ladi ekan. C variantimizda to'q sonning 8-darajasi. Boya aytib o'tganimizdek, to'q sonning har qanday darajasi to'q son bo'ladi. Bizdan to'q son so'ragan, demak, C variantimiz to'g'ri bo'lar ekan. Xo'p, D variantni ham tekshirib qo'yadigan bo'lsak. To'q songa to'q sonni qo'yishadigan bo'lsak, bizda juft son hosil bo'ladi. Juft sonni to'q songa ko'paytirsak, juft son hosil bo'ladi. Lekin 2 ga bo'lganimizda ham to'q chiqadi, ham juft chiqadi. Masalan, qaranglar, shu yerda son olib kelib ishlaydigan bo'lsak, ba'zi xatoliklar kelib chiqadi. O'shaning uchun son emas, fikrlab ishlagan ma'qulroq. Ya'ni 1 olib kelib qo'ysam a ni o'rniga 1 plus 3 4 bo'ladi. 1 ga ko'paytirsam 4, 4 ni 2 ga bo'lsam 2. Juft son hosil bo'ldi. Endi masalan 3 ni olib kelib qo'yganimda, 3 soni bilan ishlaganimda nima bo'ladi? 3 plus 3 6 bo'ladi. 6 ni 3 ga ko'paytirsam 18 bo'ladi. 18 ni 2 ga bo'lsam 9 bo'ladi. 9 esa to'q son. Demak, boya juft son chiqdi, endi to'q son chiqdi. Shunaqa misollarda men maslahat beraman. Iloji boricha fikrlab ishlagan ma'qul. Agar kimdir qiynalsa fikrlashga, bitta son emas, bir nechta, ikkitami, uchta son bilan ishlash ma'qulroq hisoblanadi. Endi 2-3 ta son bilan ishlaganinglardan keyin to'g'ridan-to'g'ri vaqtinglar ko'p ketadi. Maslahat beraman, ozgina harakat qilib fikrlab ishlashga. Fikrlab ishlasanglar, ya'ni bitta qoida bilan ketasizlar. Shu qoida bo'yicha ishlab ketaverasizlar. Masalan, E variantda ham xuddi shu holat bo'ladi. 1 ni olib kelib qo'ysam, 1 plus 1 2 bo'ladi. 1 plus 2 3 bo'ladi. 2 3 6, 2 ga bo'lsam 3. To'q son hosil bo'ldi. Ko'pchilikni 1 ni olib kelib qo'ydim, to'q son hosil bo'ldi. Demak, bu to'g'ri variant ekan deb E variantini olib ketadi. Lekin qolgan to'q sonlarda bu o'xshamaydi. Masalan, 3 ni olib kelib qo'ysak, 3 plus 1 4 bo'ladi. 3 plus 2 5 bo'ladi. 4 kira 5 20. 20 ni 2 ga bo'lsam 10 bo'lib qoldi. Endi juft son hosil bo'lib qoldi. O'shaning uchun ham e'tibor berasizlar. Shunaqa misollar kelganda, agar son olib kelib qo'yadigan bo'lsanglar, kamida 2 ta son bilan tekshirib chiqinglar. Agar son olib kelmasdan, misol uchun to'q songa to'q sonni qo'ysak, juft son hosil bo'ladi. Shu qoidalar, ya'ni to'q sonni har qanday darajasi to'q son, juft sonni har qanday darajasi juft son degan qoidalar o'zinglar uchun yodlab olsanglar, to'g'ridan-to'g'ri ishlab, fikrlab ishlab ketaverasizlar. Misollar ishlashda davom etamiz. Keyingi misolimiz 9-misol. 9-misolda aytyapti, quyidagi sonli ketma-ketliklardan qaysilari tub sonlardan iborat? Demak, shu sonlar ichidan hammasi tub son bo'lishi kerak ekan. Tub sonni biz bilamizki, o'ziga va biriga bo'linadigan sonlar tub sonlar deyiladi. Xo'p, birinchisida 0 tub son emas. Demak, birinchisi xato bo'ladi. Keyingisi, ikkinchisida aytyaptiki, 1 3 5 7 13. 1 ham tub son emas. Demak, keyingisida 3 5 7 9 11. 9 bo'lganligi uchun 3 ham tub son emas. 2 3 5 7 17. Demak, to'g'rinchisi hammasi tub sonlardan iborat. 3 5 7 17 19 381. 381 bizda 19 ning kvadrati hisob. 381
Kechirasizlar, adashdim. 281 bizda demak 12 bo'ladi. Raqamlar yig'indisi 12 bo'lgandan keyin u 3 ga bo'linadi va 5-inchisi ham tub son hisoblanmaydi ekan. Tub sonlar qatori hisoblanmaydi ekan. Demak, javobimiz faqat bitta dona bo'ladi ekan. Ya'ni 4-inchisi. Xo'p, keyingisi 30 dan kichik tub sonlar nechta deyapti? 30 dan kichik tub sonlarni, ya'ni qaysidir sondan kichik tub sonlarni jadvali yo'q yoki qanaqadir qonuniyati yo'q. Uni topib qaysidir formaga qo'yib topishga iloji yo'q. Buni majburimiz bittalab yozib chiqishga. Agar kimdir bilsa, kommentariyada yozib ketinglar. Men ham o'rganib olardim. Demak, 30 dan kichik tub sonlarni yozamiz. Eng kichik tub sonimiz bu 2 hisoblanadi. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Demak, kichik tub sonlar nechta deyapti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta ekan. Demak, 30 dan kichik tub sonlar 10 ta ekan. 11-savolda berilgan sonlardan qaysilari 15 ga qoldiqsiz bo'linadi deyapti. 15 ga qoldiqsiz bo'linishi. Ba'zi bir sonlar uchun o'zimiz umumiy qoida yarata olamiz. Ya'ni, masalan, 15, 18 yoki 6 shu sonlarga o'xshagan sonlar keladigan bo'lsa, o'zimiz qoida yaratamiz. Ya'ni 15 ga bo'linish uchun shunday ikkita sonni olishimiz kerak. Ko'paytmasi 15 va o'zaro tub sonlar bo'lishi kerak. 15 ni demak 3 kara 5 bilamiz 15 ga teng va 3 va 5 o'zaro tub son. Demak, ham 3 ga ham 5 ga bo'linadigan sonlar 15 ga ham qoldiqsiz bo'linadi. Demak, birinchisi x tekshiradigan bo'lsak, 3 ga bo'linadimi, bo'linmaydimi? Raqamlar yig'indisini hisoblayman. 2 ga qo'shsam 4, 3 qo'shsam 7, 5 qo'shsam 12. 12 3 ga bo'linadi. Endi 5 ga bo'linadimi, yo'qmi? Oxir raqami 0 ekan, demak bu sonim 5 ga bo'linadi. X ham 15 ga qoldiqsiz bo'linadi ekan. Keyingisi y da 10 ning darajalari ko'paytirish. 10 ning darajalari ko'paytirishda virgul siljitamiz. Xo'p, 6-daraja bo'lgani uchun ikkita virgul siljitib, orqasiga 4 ta 0 qo'yaman. Bu degani 321 orqasidan 4 ta 0 bo'ladi ekan. Shu son endi ham 3 ga ham 5 ga bo'linadimi, yo'qmi? 5 ga bo'linishi aniq ekan, oxiri 0 bilan tugayapti. Raqamlar yig'indisini hisoblasam, 6 bilan 6 3 ga bo'linadi. Demak, bu sonim ham 15 ga qoldiqsiz bo'linadi ekan. Keyingi sonim oxir raqami 5 ekan. Demak, 5 ga bo'linadi. 3 ga bo'linishi uchun raqamlar yig'indisini hisoblaymiz. 1 ga 2 ni qo'shsam 3, 7, 1 ni qo'shsam 8, 4 ni qo'shsam 12, 5 ni qo'shsam 17. Afsuski, 17 3 ga bo'linmaydi. Demak, x va y sonlarim 15 ga qoldiqsiz bo'linadi ekan. 12-misolda aytayaptiki, demak, x, y, z sonlardan qaysilari 12 ga qoldiqsiz bo'linadi? Demak, 11 ga o'xshab 12 ga bo'linish qoidasini o'zimiz yarata olamiz. Demak, masalan 2 kara 6 ham 12, lekin 2 bilan 6 o'zaro tub son emas. Demak, ham 2 ga ham 6 ga deyishim xato bo'lib qoladi ekan. Demak, 3 kara 4 ni olaman, chunki 3 bilan 4 ko'paytirsam 12 bo'ladi va 3 va 4 o'zaro tub sonlar hisoblanadi. Demak, 12 ga bo'linish qoidasi ham 3 ga ham 4 ga bo'linadigan sonlar ekan. 3 ga bo'linish qoidasi raqamlar yig'indisi hisoblayman. Raqamlar yig'indisi demak 4, 5, 7 bo'ldi. Afsuski x demak 3 ga bo'linmas ekan. Keyingisi 10 ning darajasi. Demak, 5 turibdi. Bitta virgul siljitdim va orqasiga 4 ta 0 yozib qo'yaman ekan. Ham 3 ga ham 4 ga bo'linishi kerak edi. Demak, raqamlar yig'indisi 6, 3 ga bo'linadi. 4 ga bo'linishi oxirgi ikkita raqami 0 yoki 4 ga bo'linadigan son bo'lishi kerak edi. Demak, oxirgi raqam ikkita 0 bo'lgani uchun bu ham sonim 4 ga ham bo'linadi. Bu degani 12 ga ham bo'linadi degan. Xo'p, z ni tekshiradigan bo'lsak, raqamlar yig'indisini hisoblasak, 3, 8, 16, 24, 24 3 ga bo'linadi. Demak, 3 ga bo'linadi. Oxirgi ikkita raqam 88. Demak, sonimiz 4 ga bo'linadi. Bu degani bu son ham 4 ga bo'linadi. Demak, y va z sonlarimiz 12 ga qoldiqsiz bo'linadi ekan. Keyingi misolimiz. Quyidagi sonlardan qaysilari 18 ga qoldiqsiz bo'linadi? 18 ga bo'linish belgisi demak ham 2 ga ham 9 ga. 3 bilan 6 ko'paytirsam 18, lekin 3 bilan 6 o'zaro tub emas. Demak, 2 va 9 ni olamiz. Shuning uchun ham 2 ga ham 9 ga bo'linadigan sonlar 18 ga ham bo'linadi deb qoida yarata olamiz. 2 ga bo'linish qoidasini bilamiz. Oxir raqami demak juft bo'lishi kerak.
x soni oxir raqami juft, bu degani 2 ga bo'linadi. 9 ga bo'linishi uchun raqamlar yig'indisini hisoblaymiz. 1 ga 8 qo'shadigan bo'lsak 9, 9 ga 4 qo'shadigan bo'lsak 13, 2 ni qo'shsak 15. 15 afsuski 9 ga bo'linmaydi. Demak, x'im xato ekan. Keyingisi 10 ning 4-darajasi, buni o'rgandik. Demak, oxiriga ikkita nol qo'shib qo'yamiz. Ya'ni bu yerda 4 turgani uchun virgul ikkita sijitib, qolgan yana ikkitasidan 0 qo'shib yozyapman. Agar kimdir tushunmagan bo'lsa. Endi 54900 soni hosil bo'ldi. Raqamlar yig'indisini hisoblasam, demak 18, 18 9 ga bo'linadi. Oxir raqami 0, demak 2 ga ham bo'linadi. Demak, y'im 18 ga qoldiqsiz bo'linadi. Xo'p, z ni tekshiradigan bo'lsak, raqamlar yig'indisi 9, 10, 19, demak 27 bo'ldi. 27 demak 9 ga qoldiqsiz bo'linadi. Endi oxir raqami 8 ekan, bu ham 2 ga qoldiqsiz bo'linadi. Bu degani 18 ga ham qoldiqsiz bo'linadi degani. 14-misol, quyidagi sonlardan qaysilari 6 ga qoldiqsiz bo'linadi? 6 ga bo'linishi ham 2 ga ham 3 ga bo'linishi kerak. Xo'p, raqamlar yig'indisini hisoblab chiqamiz. 3, 6, 9, 17, 23. 23 3 ga bo'linmaydi. Demak, x'im xato ekan. Y tekshiradigan bo'lsak, 6, 7, 15, 15 demak 3 ga bo'linadi. Oxir raqami demak juft raqam. Bu degani 2 ga ham bo'linadi. Demak, bu sonimiz 6 ga ham bo'linadi. Keyingisi 10 ni 5-chisi deyapti. Ikkita virgul siljitsam butun son hosil bo'ladi ekan. Demak, bundan 3 ta qoladi. Bu degani 3 ta 0 oxiriga qo'shib qo'yamiz ekan. Xo'p, raqamlar yig'indisini hisoblaydigan bo'lsak, 8, 9, 9 3 ga bo'linadi va oxir raqami 0, 2 ga bo'linadi. Bu degani ham 6 ga bo'linadi degani. Keyingi misolimiz, demak 15-misol. 15-misolda aytayaptiki, natural sonlar uchun quyidagi mulohazalardan qaysi biri noto'g'ri deyapti. Birinchisida, berilgan sonlar bo'linadigan sonlarning eng kattasi ularning eng katta umumiy bo'luvchisi bo'ladi deyapti. Ya'ni e kub haqida gapiryapti. Demak, berilgan sonlar bo'linadigan sonlarning eng kattasi ularning eng katta umumiy bo'luvchisi bo'ladi deyapti. Bu to'g'ri. B variantda, agar ikki qo'shiluvchidan biri 11 ga bo'linib, ikkinchisi 11 ga bo'linmasa, ularning yig'indisi 11 ga bo'linmaydi. Bu noto'g'ri. To'g'ri, bo'linmaydi degani uchun, ya'ni ikki qo'shiluvchidan biri 11 ga bo'linib, ikkinchisi 11 ga bo'linmasa, buni hali qoldiqli bo'lishda o'rganamiz. Ya'ni qoldiqlarning yig'indisi bo'linishi kerak. Bo'linsa, o'shanda shu berilgan son ham bo'linadi degan narsa bor. Ya'ni qo'shiluvchilarni yig'indisini hisoblamasdan turib, ularning har birini qoldig'ini topib, qoldiqlarning yig'indisini hisoblaymiz. Bu qoldiqli bo'lishda o'rganamiz. Xo'p. Demak, agar tushunmay qolsanglar, shu joyda misollar bilan ishlab ketsanglar ham bo'ladi. Ya'ni agar ikki qo'shiluvchidan biri 11 ga bo'linib, ya'ni 11 ga bo'linadigan son eng kichigi biz bilamiz 11, ikkinchisi 11 ga bo'linmasa, masalan 12. Ularning yig'indisi 11 ga bo'linmaydi. 11 ga 12 ni qo'shsak, demak 23, 23 11 ga bo'linmaydi. Bu to'g'ri hisoblanadi. C variant, 3 ga bo'lingan son 9 ga ham bo'linadi deyapti. Bu noto'g'ri narsa. Masalan 6 3 ga bo'linadi, lekin 9 ga bo'linmaydi. Demak, C variant bo'ladi 15 da. D varianti, 3 ga va 5 ga bo'linadigan son 15 ga bo'linadi. Bu to'g'ri. Bundan oldingi misolda ko'rdik. Xo'p, E variantda, raqamlarning yig'indisi 3 ga bo'linadigan juft son 6 ga bo'linadi. Demak, raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linsa, bu sonimiz 3 ga bo'linadi dedik. Endi u juft son bo'lgandan keyin 2 ga ham bo'linadi. Ham 3 ga ham 2 ga bo'lingan son 6 ga ham bo'linadi. Demak, 15-variantimiz C variant bo'lar ekan. 16-misolimizda quyidagi sonlardan qaysi biri 15 ga qoldiqsiz bo'linmaydi deyapti. Demak, bo'linmaydigan topishimiz kerak ekan. 15 ga bo'linishi uchun ham 3 ga ham 5 ga edi. Demak, ham 3 ga ham 5 ga bo'linmaydigan, ya'ni bo'linmasligi kerak ekan. Raqamlar yig'indisini hisoblayman. 6 ga 5 qo'shsam 11, 3 qo'shsam 13, 5 qo'shsam 18. Bu bo'linadi. Bizga kerak emas, shuning uchun xato deb olib ketamiz. Keyingisi 3 ga 1 qo'shadigan bo'lsak 4, 5 qo'shsak 9, 9 3 ga bo'linadi. Bu ham xato hisoblanadi. Xo'p, 4 ga 6 ni qo'shsam 10, 2 ga 2 ni qo'shsam 12 bo'ladi. 12 ham 3 ga bo'linadi. Keyingisi 6 ga 1 qo'shsam 7, 4 ni qo'shsam 11, 5 ni qo'shsam 16. 16 3 ga bo'linmaydi. Demak, buni to'g'ri variant bo'lar ekan. Keyingisini tekshirib qo'yadigan bo'lsak, 1 ga 2 ni qo'shsak 3, 4 ni qo'shsak 7, 5 ni qo'shsak 12. 12 3 ga bo'linadi. Ko'ryapsizlarmi? Bu yerda 5 tekshirmadim, chunki hammasining oxir raqami yo 0 yoki 5 bilan tugaydigan sonlar bo'lgani uchun.
Demak, E variantimiz ham xato hisoblanadigan. Demak, D variantimiz. Demak, 6145 soni 15 ga bo'linmas ekan. Xo'p, 17-savolda demak, sonlardan qaysilari 16 ga qoliqsiz bo'linadi deyapti. 16 ga qoliqsiz bo'linishi. Xo'p, biz 2 ni, 4 ni, 8 ni ko'rdik. Mana 16 ga keldik. Shu yerda bitta umumiy qoida aytib o'tib ketaman. Ya'ni 2 ning darajalari kelganda bo'linish qoidalari darajasiga qarab hosil bo'ladi. Masalan, 2 ga bo'linish qoidasi bu 2 ning birinchisi degani. Shuning uchun ham uning oxiriga bitta raqamni olamiz. 4 ga bo'linish qoidasida esa 2 ning ikkinchi darajasi 4 bo'lgani uchun oxiriga ikkita raqamni olamiz. 8 ga bo'linish qoidasida esa 2 ning uchinchisi bo'lgani uchun oxiridagi 3 ta raqamni olamiz. Endi 16 2 ning 4-inchisi bo'lgani uchun oxirgi 4 ta raqamni olamiz. Agar shu oxirgi 4 ta raqamimiz 16 ga bo'linsa, demak, berilgan son ham 16 ga bo'linadi. Demak, 8560 ni 16 ga bo'lamiz. 16 ga bo'ladigan bo'lsak, 85 ni 5 ta bor. 80, demak 5, 56. Buning ichida demak 3 tadan bor, 48. 80, buning ichida 5 tadan bor. Demak, 80 bo'ladi. 0. Ya'ni xuddi shunday tekshirib chiqamiz. Demak, oxir qoldiq 0 chiqdi. Demak, bu sonimiz bo'linadi ekan. Keyingi sonimiz 9441. 9441 da ham bo'lib chiqamiz. Demak, 9441 da burchak usulida 16 ga bo'lamiz. Xo'p, 6 tadan bersam ko'payib ketadi ekan. 5 tadan beramiz 80, 14, 144 ichida esa 9 tadan bor. 144 bo'ladi. Oxirida 1 qolib ketadi ekan. Demak, natijamiz bizda qoldiq 1 chiqdi. Bu xato ekan. Keyingisi esa 734. 734 sonini 16 ga bo'lamiz. 734 ni 16 ga bo'lamiz. Xo'p, 73 ichidan 4 ta bor, 64 bo'ladi. Ayiradigan bo'lsak, demak 9 94 bo'ladi. 94 ni demak 16 ga bo'ladigan bo'lsak, 5 tadan bersak 80 bo'ladi va 14 qolib ketadi ekan. Qoldig'i 14 bo'ladi ekan. Xo'p. Demak, bizda shunda R variantimiz ham xato bo'ldi, faqat P variantimiz to'g'ri bo'ladi ekan. Bo'linadi degani uchun P variantni olamiz ekan. Xo'p. Bu yerda misollarda bo'linishiga ahamiyat bermaysizlar, qaysidirlarga shart emas edi yozish, faqat bizga qoldiq kerak, qoldiqlar bilan ishladik. Xo'p, keyingi misolimiz 18-misol. 18-misolda aytayaptiki, quyidagi sonlardan qaysi biri 12 ga qoliqsiz bo'linmaydi? 18 ga 12 ga bo'linish qoidasi ham 3 ga ham 4 ga bo'linishi kerak. Demak, tekshirib chiqamiz. Demak, oxiri 16 bo'lyapti. Bu degani 4 ga bo'linadi. Raqamlar yig'indisini hisoblaydigan bo'lsak, demak 11, 12, 18, 18 3 ga bo'linadi. Demak, bu sonimiz 12 ga bo'linadi ekan. Demak, bizga bo'linmaydi degan uchun bu xato bo'ladi ekan. Keyingisi 26. Demak, 4 ga bo'linmaydi 26. Bu degani berilgan sonimiz 4 ga bo'linmas ekan. To'g'ri variantimiz B varianti ekan. Qolganlarini ham tekshirib qo'yamiz. 24 4 ga bo'linadi. Raqamlar yig'indisini hisoblaydigan bo'lsak, hop 3, 5, 9 bo'ladi. 9 esa 3 ga bo'linadi. Demak, bunimiz bo'linadi ekan. Keyingisi oxiri 12 bilan tugayapti. 4 ga bo'linadi. Raqamlar yig'indisini hisoblasak, 9, 12, 15 bo'ladi ekan. 15 ham 3 ga bo'linadi. Keyingisi 08. Bu degani 4 ga bo'linadi. Raqamlar yig'indisini hisoblasak 18 bo'ladi. 18 3 ga bo'linadi. Demak, to'g'ri variantimiz B variant ekan. Xo'p, 19. Bu misolda 18-misolda har birini tekshirib beryapman. Sizlarga qoidalar tushunarliroq bo'lishi uchun. Test kelganda to'g'ridan to'g'ri javob mana B variant bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri olib ketaverasizlar. Qolganlarni tekshirib o'tirish shart emas. Faqat adashmasdan ishlasanglar bo'ldi. Hop, 19-misolda 821 ga qanday eng kichik musbat sonni qo'shganda yig'indi 6 ga qoliqsiz bo'linadi deyapti. Demak, 6 ga bo'linish qoidasi ham 2 ga ham 3 ga. Raqamlar yig'indisini hisoblab chiqadigan bo'lsam, demak 11 plus A bo'lib qoldi. Eng kichik degani uchun A ga 1 ni qo'shsam, bu sonim 3 ga bo'linadi. Demak,
1 qo'shadigan bo'lsam bu 822 bo'lib qoladi. To'g'ridan to'g'ri shu yerda A teng 1 degan javob kelib chiqyapti. 822 demak raqamlar yig'indisi 12 bo'ladi. 12 3 ga bo'linadi. Oxiri 2 bilan tugayapti. Bu degani 2 ga ham bo'linadi. Ham 2 ga ham 3 ga bo'lingani uchun bu sonimiz demak 6 ga ham bo'linadi. 20-misol 3b-3 tegishli n ga deyapti. Bu narsani bilishimiz kerak. Bu tegishlilik belgisi. Ya'ni shu 3b-3 sonim natural son ekan. Ya'ni p ni o'rniga 1 ni olib kelib qo'ya olmayman. 1 ni olib kelib qo'ysam 3-3 0 bo'lib qoladi. 0 bu natural son emas. Katta n harfi natural sonni belgisi hisoblanadi. Buni yodlab ketinglar. Demak, bizga har doim ham 3b-3 bu natural son deb aytmaydi ekan. Ya'ni tegishli n deb ketsa o'zimiz tushunishimiz kerak ekan. Ya'ni natural sonligini. Xo'p, tegishli son 1, 2, 3, 6 va 9, 18 ga qoldiqsiz bo'linadi deyapti. Bu nima degani? Demak, p ni o'rniga shunaqa eng kichik qiymatini olib kelib qo'yishimiz kerak ekanki, berilgan sonimiz bo'linishi kerak ekan. O'zi ekuk mavzusi biz bilamiz, axborotnomada ba'zi mavzular o'tilmagan mavzulardan ham savollar tushadi. Xo'p, ekukni bilmasdan turib ham ishlashimiz mumkin. Ya'ni o'zimiz o'ylab ko'raylik. Ham 1 ga, ham 2 ga, ham 3, ham 6, ham 9, ham 18 ga bo'linadigan son, eng kichik sonni topaylik. O'zidan o'zi ko'rinib turibdiki, masalan, eng kattasi 18 turibdi. 18 har biriga bo'linadi ekan. 18 1 ga ham bo'linadi, 2 ga ham bo'linadi, 3 ga ham, 6 ga ham, 9 ga ham va o'ziga ham bo'linadi. Demak, eng kichigi 18 ekan. To'g'ridan to'g'ri, demak 3p minus 3im 18 ga teng ekan. Shu yerdan nima qilamiz? P ni topamiz ekan. Minus 3 bu tarafga o'tkazsam, plus bo'lib o'tadi, 21 bo'ladi. Shunda 3p teng bo'ladigan 21 ga, p teng bo'lib qoladigan 7 ga. Xo'p. Eng kichik natural qiymatida deganda, agar eng kichik emas, bizga toping deganda bu cheksiz bo'lib ketadi. Ya'ni 18 keyingisi 36 bo'ladi. 36 ni olib kelib qo'yib ishlaymiz. Undan keyingisi 54, undan keyin ketaveradi shu cheksizlikka qarab. Xo'p. Keyingisi 21-savol. Demak, yozuvdagi yulduzchani shunday raqam bilan almashtiringki, hosil bo'lgan son 45 ga qoldiqsiz bo'linsin. 45 ga bo'linish qoidasini o'zimiz yasab olamiz. Bu degani 5 va 9 deb. Demak, 5 va 9 bo'ladigan bo'lsa, kechirasizlar, 22 ga o'tib ketib qolibmiz. 21-savolda 752 sonining o'ng tomoniga qanday raqam yozilsa, hosil bo'lgan son 36 ga qoldiqsiz bo'linadi debdi. 36 ga qoldiqsiz bo'linishi. Bu degani ham 4 ga, ham 9 ga bo'linishi kerak ekan. Xo'p, 4 ga bo'linishini bilamiz. Oxirgi raqami oxirgi ikkita raqamidan tashkil topgan son 4 ga bo'linishi kerak. 9 ga bo'linish qoidasi esa raqamlar yig'indisi. Birinchi raqamlar yig'indisini hisoblasam. Raqamlar yig'indisi demak 14 plus x bo'lyapti. Demak, x bu yerda raqam sifatida kelyapti. Biz bilamizki 14 ga nechini qo'shsak 18 ga 9 ga bo'linadigan son. Ya'ni x o'zim aytib ketib qoldim shu yerda 18 deb x'im teng bo'lishi kerak ekan 4 ga. Xo'p, 4 ni qo'shadigan bo'lsak 18 bo'ladi va tekshirib qo'yaman. 24 hosil bo'ldi. 24 bizda 4 ga bo'linadi. Demak, bu sonimiz 36 ga bo'linadi. Demak, o'ng tomoniga 4 ni yozsak, berilgan sonimiz 36 ga qoldiqsiz bo'linadi ekan. Xo'p, 22-savolda, demak 45 ga qoldiqsiz bo'linadi. 45 ga bo'linishi ham 5 ga, ham 9 ga ekan. 5 ga bo'linishi aniq, chunki oxirgi raqami 0. 9 ga bo'linishini tekshirib qo'yamiz. Raqamlar yig'indini hisoblaydigan bo'lsak, 3 4 7 14. Demak, 14 plus yulduzchani o'rniga kelinglar, shu yerda x deb keta qoling. 14 ga nechini qo'shsam, bu sonim 9 ga bo'linadi. Bunda ham x teng 4 bo'ladi ekan. Ya'ni 4 qo'yadigan bo'lsak, berilgan sonimiz 45 ga qoldiqsiz bo'linadi ekan. Xo'p, 23-chi. Natural sonlarga nisbatan quyidagi mulohazalar qaysi biri noto'g'ri deyapti. Endi noto'g'risini topishimiz kerak ekan. Xo'p. A varianti berilgan sonlarga bo'linadigan sonlarning eng kichigi bu sonlarning eng kichik karralisi bo'ladi deyapti. Ya'ni ekuk haqida gapiryapti. Eng kichik karralisi. Ekuk mavzularini keyingi darslarda to'liqroq tushuntirib o'tib ketaman. Hozir bilishinglar kerak bo'lgan narsa nima? Tasavvur qilinglar. Ham 6 ga, ham 7 ga bo'linadigan eng kichik son, misol uchun 42 bo'ladi. 42 bu degani 42 yoki 84 davom etib ketaveradi, lekin 42 eng kichigi bo'ladi.
Keyingisi B varianti. Agar qo'shiluvchilarning har biri 13 ga bo'linsa, u holda ularning yig'indisi ham 13 ga bo'linadi dedik. Bu ham demak qoldiqli bo'lish mavzusiga o'xshagan, ya'ni qoldiqni topish mavzusida. Demak, har bir qo'shiluvchilarning yig'indisi 0 bo'lgandan keyin qoldiqlarning yig'indisi albatta yig'indini ham shu songa bo'lganda qoldiqimiz 0 chiqadi. Bu qoidasi bor. Yoki misollarda, ya'ni sonlarda ishlasanglar bo'ladi. Demak, har biri 13 ga bo'linadi. Misol uchun 13 bilan 26. 13 ga 26 ni qo'shsak, bizda 39 bo'ladi. 39 ni 13 ga bo'lsam, qoldiq 0 chiqadi. Demak, 13 ga bo'linadi. B variantimiz to'g'ri variant ekan. C varianti. Agar biror sonning raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linsa, u holda 9 ga bo'linadi. Bu tayyor qoidani beryapti. Bu to'g'ri. D variantida oxirgi raqami 4 ga bo'lingan son 4 ga bo'linadi deyapti. Demak, oxirgi raqami deyapti. Oxirgi ikkita raqami deganda shu to'g'ri bo'lar edi. Ya'ni oxirgi raqam 4 bo'ladigan bo'lsa, u 4 ga bo'linmaydi. Masalan, 14 oladigan bo'lsak, 14 4 ga bo'linmaydi. Demak, D variantimiz noto'g'ri ekan. E variantni ham tekshiraylik. 3 ga ham, 2 ga ham bo'lingan sonlarning barchasi 6 ga ham bo'linadi. Bu ham 6 ga bo'linish qoidasini aytyapti. Bu ham to'g'ri hisoblanadi. Demak, noto'g'risi D variant bo'ladi. 24-savol. N ning qanday eng kichik natural qiymatida 2n plus 1 soni 33 ga qoldiqsiz bo'linadi deyapti. Ya'ni 2n plus 1 soni 33 ga karrali son ekan. 33 ga karrali son degan eng kichigini so'ragani uchun uni 33 ga tenglab ishlaymiz ekan. 33 ga yoki 66, 99 shu qaysidir sonlarga tenglab ishlasak ham bo'ladi, lekin eng kichigi bo'lishi uchun eng kichigini olishimiz shart. Eng kichik karralisi 33 ga, bu 33 sonining o'zi. Bir tarafga o'tkazadigan bo'lsak, 2n teng bo'lib qolar ekan 32 ga. Xo'p, biz bilamizki, 2 ning 5-darajasi 32 ga tengligini. Demak, n ning eng kichik qiymati 5 bo'ladi ekan. Xo'p, keyingisi 25-savol aytyapti. Quyidagi sonlardan qaysi biri 45 ga qoldiqsiz bo'linadi deyapti. Xo'p, 45 ga qoldiqsiz bo'linish uchun bizda ko'paytma bergan. Ko'paytmalardan demak, har birini ko'paytirib topishimiz shart emas. Bu qiyin usul bo'lib qoladi. Bundan ko'ra ularni ko'paytuvchilarga ajrataylik. Xo'p, 45 deganda o'zi 5 va 9 yoki 2 ta 3, bitta 5 kerak ko'paytmadan. Shu narsaga keltiraman. Ya'ni 2 ta 3, 2 ta 5 ga keltiraman. Demak, 42 ta 3 bor. Ko'paytirilgan 14 bo'ladi. 85 ta 5 bor. Ko'paytirilgan 17 bo'ladi. Xo'p, bizga 2 ta 3, 2 ta 5, 2 ta 3, bitta 5 kerak edi. Lekin afsuski bizda bitta 3, bitta 5 bor, ikkinchi 3imiz yo'q. Bu soni demak bo'linmas ekan. Ya'ni 14 da ham, 17 da ham 3 yo'q. Agar 3 bo'lganda chiqarib bo'linadi deb ketardik. Keyingisini hisoblasak, 35 da 5 bor. Xo'p, 61 da 61 sonimiz bizda tub son hisoblanadi, o'zi qoladi. Bizga 2 ta 3 va bitta 5 kerak edi. Afsuski bu yerda bitta 5 bor, 2 ta 3 yo'q. Demak, bu sonim ham bo'linmas ekan. Keyingisi 80 bilan 123 ekan. 80 ni ichidan ajratib olaman. 16 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan. Demak, 123 ni yozadigan bo'lsak, 3 ko'paytirilgan 41 deb. Bu yerda esa bitta 5, bitta 3 bor, yana bitta 3 yetmayapti. Bu ham demak bo'linmas ekan. Ya'ni tushuntira olyapman degan umiddaman. Shu songa bo'linish uchun bizda nima bo'lish kerak ekan? 3, 3, 5 bo'lish kerak. Ya'ni 2 ta 3, bitta 5 bo'lish kerak. O'shanda bu sonlarim bo'linadi. Xo'p. Keyingisi 39 bilan 18 ekan. Bu degani 13 ko'paytirilgan 3, 18 degani esa demak 3 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 2 degani. Xo'p, bunda 2 ta 3im bor, lekin 5im yo'q ekan. Bu ham xato bo'ladi. Keyingisi 143. Demak, 143 ni hisoblaydigan bo'lsak, 143 sonimiz tub son hisoblanyapti. 11 ga bo'linadigan, 11 ko'paytirilgan 13 bo'lyapti ekan. Xo'p, 143 sonimiz demak 11 ko'paytirilgan 13 deb yozadigan bo'lsak, ko'paytirilgan 30, 30 degani 3 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 5. Xo'p, hisoblaydigan bo'lsak, bizda demak bitta 3, bitta 5 bor. Bu ham xato hisoblanyapti. Xo'p, misolni to'g'ri ko'chirdikmikan? 36 5-sida.
42, 85, 35, 61, 81, 123, 36, 20 ekan. Demak, D variantimizda 36 bilan 20 ekan. O'zi aslida 36 bilan 20 ekan. Kechirasizlar, shu yerda to'g'rilab ketaylik. 36 ko'paytirilgan 20 ekan. Bu degani 36 ning ichida 9 bor. 4, 5, 4 degan. Mana 9 bilan 5 kerak edi. Demak, to'g'ri variantimiz D variant bo'ladi ekan. Xo'p. Ko'chirishda xatolik ketibdi. Keyingisi 26-savolda. Demak, yulduzcha o'rniga 9 ga bo'linish uchun yulduzchaning o'rniga qanday raqam qo'yilishi kerak deyapti. 9 ga bo'linish bu raqamlar yig'indisi. Xo'p, raqamlar yig'indisini hisoblab chiqamiz. 2 ga 4 qo'shsam 6, 6 ga 6 12, 13, 16, 21, 28, 37 bo'lyapti. Demak, 37 ga qanaqadir x sonini qo'shadigan bo'lsam, x raqamini qo'shadigan bo'lsam, shu sonim demak 9 ga bo'linishi kerak. Shu yerdan ko'rinib turibdiki, x teng bo'lishi kerak ekan 8 ga. Demak, yulduzcha o'rniga 8 raqamni joylashtirsak, berilgan sonimiz 9 ga qoliqsiz bo'linadi ekan. Xo'p, misollardagi xatoliklar bo'ladigan bo'lsa, kommentda yozib ketinglar. Masalan, 25 ga o'xshagan misollarda xato ko'chirilgan bo'lsa, iloji boricha to'g'rilab yozishga harakat qilamiz. Keyingi misol davom ettiradigan bo'lsak, 27-misol. 27-misolda aytayaptiki, quyidagi ko'paytmalardan qaysi biri 45 ga qoliqsiz bo'linadi deyapti. Xo'p. 45 ga qoliqsiz bo'linish uchun boya aytganimizdek, demak, ikkita 3, bitta 5 hosil qilishimiz kerak ekan. 42 degani 6 ko'paytirilgan 7, hop, ko'paytirilgan 5, ko'paytirilgan 17 bo'ladi. Hop, bunda bitta 5, bitta 3 bor ekan. Bizga ikkita 3 kerak edi. Demak, bu xato ekan. Keyingisi 35 degan 5 ko'paytirilgan 7 ko'paytirilgan 61. Bunda ham demak 3 yo'q. Bu ham xato bo'ladi ekan. 80 ko'paytirilgan 123. 80 ko'paytirilgan 123 degani 5 ko'paytirilgan 16. Hop, 123 deb yozishimiz mumkin ekan. 3 ko'paytirilgan 41 deb. Bu yerda ham bitta 5, bitta 3 bor. Demak, bu ham xato bo'ladi ekan. Demak, 39 bilan 18 deyapti. 3 ko'paytirilgan 13. 18 ning ichida esa 3 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 2 degan. Bunda 3 ta 3 bor, lekin 5 yo'q. Bu ham xato hisoblanadi ekan. Keyingisi, demak, 243 ko'paytirilgan 80. Demak, 3 ko'paytirilgan 3 deb yozadigan bo'lsak, hop, qolganini shunday yozib turaveraman, chunki 2 ta 3 o'zi kerak. O'zi 243 degani kechirasizlar. Hop. 243 ko'paytirilgan shu yerda 27 deb. Ko'paytirilgan 80 desa 5 ko'paytirilgan 16 deb. Demak, bizga 2 ta 3 kerak edi. Mana 2 ta 3 va bitta 5 hosil bo'ldi. Bu degani shu variantimiz to'g'ri ekan. Hop, 28-misolda agar m natural son bo'lsa, quyidagi keltirilgan qaysi biri doimo juft bo'ladi deyapti. Bundaqa misol yuqorida ko'rdik. Yo sonlar bilan ishlaymiz yoki mulohaza qilib ishlab ketamiz. Hop, sonlar bilan ishlashda endi shu misolda ehtiyot bo'lasizlar. Ikkitadan tog', ikkitadan juft son olib ikkitadan tog', ikkitadan juft sonlar bilan ishlashinglarga to'g'ri keladi. Mulohaza qilib ishlaydigan bo'lsak, unday bo'lmaydi. Masalan, birinchi tasavvur qilamiz, m soni tog' son. Tog' songa agar juft sonni qo'shadigan bo'lsam, tog' son hosil bo'ladi. Tog' songa ko'paytirsam, yana tog' son hosil bo'ladi. Bizda har doim juft son bo'lsin degan. Demak, A variantimiz xato. Keyingisi, tog' sonning har qanday darajasi tog' son. Demak, tog' son hosil bo'ldi. Tog' son juft son ko'paytirsam, juft songa tog' sonni qo'shsam, demak, tog' son hosil bo'ladi. Keyingisi, m kvadrat - 16 taqsim m plus 4. Buni soddalashtirib olamiz, ya'ni a kvadrat minus b kvadrat qisqa ko'paytirish formulasidan shu holatda bo'ladi. Bu degani m plus 4 lar qisqarib ketib, m minus 4 ning o'zi qoladi. M ning o'rniga masalan 5 olib kelib qo'yadigan bo'lsak, bu tog' son hosil bo'ladi. Demak, bu ham xato hisoblanadi. Keyingisi, tog' sonning har qanday darajasi tog' son. Tog' songa ko'paytirsak, tog' songa qo'shsak, juft son hosil bo'ladi. Bizdan o'zi juft son so'ragandi. Demak, m tog' son bo'lganda bu o'rinli bo'ladi. Endi juft son tekshiramiz.
juft sonni har qanday darajasi juft son 90 ko'paytirsam juft sonni juft songa qo'shsam ham juft son hosil bo'ladi. Demak to'g'ri variantimiz D variant bo'ladi ekan. E variantni ham tekshirib qo'yamiz. Agar 90 bo'ladigan bo'lsa, 90 ni har qanday darajasi 90, 90 ga juft sonni qo'shadigan bo'lsak, 90 hosil bo'ladi va E variant ham xato bo'lar ekan. Xo'p, 29-misol. Bizga aytayaptiki, 3, 6, 7 va 9 raqamlaridan ularni takrorlamasdan mumkin bo'lgan barcha to'rtxonali sonlar tuzilgan. Bu sonlar ichida nechtasi to'rtga qoldiqsiz bo'linadi? Xo'p, bu misolda e'tiborli bo'lishimiz kerakki, takrorlanmasdan degan, demak shu sonlarni, shu raqamlarni o'zidan foydalanishimiz kerak ekan. To'rtga bo'linish qoidasi oxirgi ikkita raqami to'rtga bo'linishi kerak. Demak, oxirgi ikkita raqam to'rtga bo'linadigan son tuzaman. Masalan, 36 bo'ladi. Xo'p, 36 bo'lgandan keyin ikkita raqam qoldi, 7 va 9. Demak, shularni o'rnini alishtirsam ham yana son hosil bo'ladi ekan. Undan keyingisi 36 bo'ladigan bo'lsa, 37 bo'lmaydi, 39 ham bo'lmaydi, 63 ham bo'lmaydi, 67 va 69 lar ham bo'lmaydi. Oxirgi ikkita sonni aytyapman. Keyingisi 73 bo'lmaydi, 76 bo'ladi ekan. 76 ni 4 ga bo'lsak, demak qoldi hosil bo'lmaydi. 76 7 6 ni ishlatganimiz ekan, 3 bilan 9 qoldi. O'rnini alishtirib yozib qo'yadigan bo'lsak, yana son hosil bo'ldi. Keyingisi 76 bo'lgandan keyin 79 bo'lmaydi. Demak 93 ham bo'lmaydi, 96 bo'ladi ekan. 96 bo'ladigan bo'lsa, 3 va 7 qoldi bizda raqamlarimiz. O'rnlarini alishtirib yozamiz. Xo'p, keyingisi 97 bo'lmaydi. Demak, to'rtxonali sonlar ichidan shu berilgan raqamlardan foydalanib tuzgan sonimiz demak nechtasi? 6 tasi demak 4 ga bo'linadigan son bo'ladi ekan. Xo'p, umumiy qilib darsni yakunlaymiz. Demak, bo'linish belgilari bu qoidalar, demak yodlashimiz kerak. Har bitta bo'linish belgisini yodlamasdan turib bu misollarda ishlashimiz mumkin emas. Misollar, qaysidir misollarda agar tushunmagan bo'lsanglar, kommentda yozib ketinglar. Iloji boricha kommentga javob berishga harakat qilamiz. Savollarni to'liq tushuntirib beraman. Xo'p, e'tiboringlar uchun rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha.